Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 66-soniga hoş geldinglar. Bugun biz Aqtaşlıq kitap ve başkalar degan temaning 4-soniga bizning hukumatimizningki Cumhur raisi doktor Mamtun Ala efendimni taklif qildik. Programmamizga hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahmat. Sizni bu programga chaqirib qilyapmiz. Siz oldingi qitimliq programmamizda tariximiz mayli sharaflik bo'lsin yoki nomuslik bo'lsin, u bizga mansubdir. Uni qabul qilishimiz kerak degan edingiz. Qarxonlardan qolgan tarix bizning bo'lsa, Appoq xo'jadan qolgan tarixmi bizning. Siz yaqinda X qo'ygan tuvandagi yozmangizda bu nuqtani texmo cho'nqurlashtiribsiz. Tarixingni qabul qil. Bu o'zingni qabul qilishning bir yo'li. Buningdagi g'olibiyatlarni, sharaflarni va esilliklarni emas, balki mag'lubiyatlarni, xatoliklarni va qorong'uliklarni qabul qil. Buni bir butunligi bilan o'zingning borligiga yug'urib et. Shundala o'zingning bir butunligiga ega bo'lasan. Teran ichki tinchlikka erishsan. Bir cheksizlikka yuzlansan. Shundoq. Tariximizdan ozuq olmagan ro'yimiz ichki teranlikka va tinchlikka erisholmaydi. Siz yana X'da tuvandagi yozmani qo'yibsiz. Hech qanday bir suiqasdlarni qanchalik maxfiy planlasin va ilib borsin, cheksiz o'zgartib, yengilab mangolmaydi. Hamon ularni takrorlaydi. Takrorlikda bir andiza qoldirib mangadi. Andiza ularning kelgusidagi suiqasdlarni oldin milcharlashga yo'l ochadi. Shuning bilan ular ya fosh bo'ladi, ya ularning suiqasdiga qarshi tadbir edildi. Oqibat ularning suiqasdlari oxirlashadi. Deganlaringizdan bizning tarix o'rganishimizmi dal raqiblarimizning suiqasdini bilib menish jarayoni deb qarayman. Bugun biz so'zlamoqchi bo'lgan Sharqiy Turkiston ishg'ol qilingan davlat deganimizmi dal tarixiy asosimizdan keladi. Sizni bu Aqtaşlıq kitobni sharhlashga ko'p malol qildik. Buning uchun sizga eng cho'nqur tashakkurimizni bildiramiz. Yaqinda sizni yana avor qilmaymiz deb va'damizni bildiramiz. Sizga ko'p rahmat. Alloh ajringizni katta qilsin. Bugungi temamiz dal bizningki Sharqiy Turkiston besilingan zamin bo'lgani uchun yana sizni savol bilan bu suhbatga taklif qilamiz. Sharqiy Turkiston qanday zamin? U kimning? Sharqiy Turkiston besilingan zamin deyishimizning asosi nima degan savoldan boshlagan bo'lsangiz. Marhamat. Rahmat. Oldi bilan sizga rahmat aytaman. 66 qismga kelgacha bu programmani uzilmay davomlashtiryapsizlar. Men yaqinda jiq chiqib qoldim. Adam qirg'an sira jiq gap qilishni xohlamaydigan bo'lib ketdi. Rassom desam, menga jiq huzurli gap emas bu, ammo kitob bo'lmasa chiqib ketmaydim. Kitobga kelay. Sharqiy Turkistondagi nadiligi, Sharqiy Turkistonda yashaganlarning kimligi va ularningki siyosiy huquqlari va boshqa tarixiy ahvollar haqida necha vaqtda so'zlashib kelyapmiz. Uy bizningki, uy Uyg'ur qatorliq Turkiy xalqlarningki, qadimdan shunda olib kelgan. Bu xalqlarningki irqi aqtallik Indo-Yevropan irqi bilan Turkiy proto-turkik irqlarningki necha ming yillik birlashishda barliqqa kelgan bir uzun bir Sharqiy Turkiston kulturini yaratgan bir xalqningki bir avlodi biz. Endi buni biz besilangan zamin deymiz. Besilangan zamin bo'lish uchun oldi bilan biz zamin yoki bir territoriya yoki bir davlatni tushunish kerak. Bu besilangan davlat deymiz-ku. Buni occupied nation deymiz. İngilizcesi bu. Endi besilangan zamin bo'lish uchun bu yerda oldi bilan davlatningki ta'biri kelmasa bo'lmaydi. Davlat deganimiz birsi muqim bir aholisi bo'lgan, muqim bir belgilangan territoriyasi bo'lgan, o'zining hukumati bo'lgan va boshqa davlatlar bilan tashqi ishlar jihatda aloqa, mustaqil aloqa olib bora oladigan bir gavdani biz davlat deymiz. Sharqiy Turkistondagi necha ming yillik tarixi davlatningki bu to'rt cho'ng bu dunyodagi nurg'un xalqaro ahdnomlarda va qonunlarda banasi bu bizningki o'ydirib chiqarganimiz emas. Bu to'rt shartga Sharqiy Turkiston tamamen tushadi. Birinchisi deganimdek bu yerdagi aholi
qadimdan tortib aşağıda necha ming yillardan beri yashab kelayotgan, agar Turg'un Almosning gapini ilib aytsam 8000 yillarga bordi. Boshqa yozma tarixi qarsak, kam deganda 3000-4000 yillik tarix bo'ladi. Uzun bir tarix. Agar Turg'un Almos bilan bu ikki tarixni o'ttirsak olsak, 5000 yildan ortiq, hatto Xitoyning tarixidan uzun bir tarix va bir xalqlar o'ltirib ochgan, mushani o'zining ona vatani qilgan, mushuna bir vatan bu. İkincisi, belgelengen territoriyası var. 128.438 mil kvadrat kilometre gayet zor bir zimin var. Bu ikincisi. Hükümet degan vaqtida biz tarixdan bir hükümet kurup kelgan. Gerçi Sulalısda Çin Sulalısınınki asartı düşken bolsakmı, bu vaqtda Xitoy mı Çin Sulalısının asartı düşken. O'xshash. Yat millat bizga yat, Xitoy uchun mi yat bu? Agar Xitoy o'zining qadim qandonligini ishqab turib, Xitoy zimini bizniki deydi ekan, biz o'xshash uslubda Sharq Turkistonning zimini ham bizniki deymiz. Agar dushmanda qo'g'lab chiqargan bo'lib, o'zininki Xitoy shovinizm va millatchilik ustiga qurilgan milliy davlatini qurmoqchi bo'lgan bo'lsa, Sharq Turkistonliklarmi dal shuning o'xshash usulni qo'llanyapti. Ya'ni biz tajovuzchilarni chiqarib o'tib, xuddi Xitoylar Sunjunsan, Manjularni nimaninki teg'ininki sirtiga qo'g'lab chiqarmaymiz degandek gapni qilgan bo'lsa, bizmi Xitoyni yumin qo'vqininki ichiriga surib şey qo'g'laymiz desak tamamen bo'ldi. O'xshash paralel narsa bu. Ammo bizning mustamlikimizning haqiqiy boshlanishi 1949-yili Xitoy armiyasiningki Sharq Turkistonni 12-ayning 22-kuni Xitoy Qizil armiyasi yoki Ozodlik armiyasi besib kirgan kunda tortib boshlandi. Odatda besiblangan zimin degan gap xalqarodagi qonunlarga ko'ra dushman kuchninki armiyasi orqali yerlik xalqlarni va uning hukumatini besib olish, ularning armiyasini ya yo'qotish ya ularni qurolsizlantirishni ko'rsatadi. Hamda Turkiston ikki qatim Cumhuriyet kuruldu 20. Anımız bilimiz. Bunu tekrar oturuşuna hacet yok. İşkili Cumhuriyet'te ABA degeninde 4 amilinin bir devletini devlet kılıp durulgan 4 amilininki hemmisi tel. Demek bunda boğağı vaxtıda bizninki besip kirgen Xitayninki bu işgaliyeti de ne ahırlaştırış için ve özümüzdeki yo'qotgan ikki cumhuriyetimizde asli keltirish ilib bo'lgan kurashlarimizdan hemmisi meyli tarix noktasından bo'lsin, meyli siyaset noktasından bo'lsin, meyli axloq noktasından bo'lsin, meyli dinimizden prensipler noktasından bo'lsin ve texidimi muhimi xalqarалық qoida qonunlarninki ro'yiga ko'ra tamamen haqliq bir qarshilik hareketi. Aynı vaqtda ikkinchi Cumhuriyet vaqtimizda Sharq Turkistonninki zimini, hozirgidek ziminni xalqi aniq chaqda hammasi Xitoyga, ya Xitoy bosqinchilariga qarshi turgan. Gomindan nomidagi albatta, ammo o'xshash. To'g'ri. Shunga qarshi turgan. Ammo shu 1949dan keyin 40 mingdak armiya, buning ichida Uyg'urlar bor, Qozoqlar bor, Qirg'izlar bor, O'zbeklar bor, Tatarlar bor va Turkiy millat bo'lmagan Shivalar bor, Mo'ng'ullar bor va boshqalar bor. Bu 40 ming armiya asta qurolsizlantirildi, tarqoqlashtirildi va mazasiz, bema'ni va bosh oxir chiqmaydigan odamning ro'yini vayron qiladigan emgaklarga silinib vayron qilindi. Sharq Turkistonninki milliy armiyasi mushundaq vayron qilindi. Bu haqda sizlarni men atalmış so'zni ig'izg'im og'im yo'q. Shu atalmış nima madaniyatininki 1990-yil 1-2 sonda Zo'rdin Sabirning kech ko'zlaydigan bir nimasi bor. Post. Nadirov Zehrullam deydigan shu Sharq Turkiston Cumhuriyetida xizmat ko'rsatgan qahramon bir askar bizniki söyümlük bir qahramonimizningki 1949dan keyingi echinishli hayoti aks ettirildi. Agar bizningki 40 ming shu armiyamizningki keyin qanday kunlarni ularningki ezilganligi, siyosiy jihatda gumonlanish majbur bo'lganligi, ularning pipan qilinganligi, arzimas va bema'ni emgak silinish orqali ro'y vayron qilinganligi, ba'zilarininki
hatta ümidsizlanib haraqqa va boshqa ishlarga berilganlik deb intayin ichinishli bir tarix var. Buni o'qib chiqishinglarni men tavsiya qilaman. Taxi bugun atdigan uni ko'rib chiqdim. O'zim tap qiluvdi ekan buni to'rlarda. Gapim qaytib kelsam, demak, uy bizning uynikidan biz u yerda bir uyni boshqaradigan bir sistemani biz o'zimiz qurgan. Andikin qo'shni xonimlar bilan biz qanday aloqa qilishni bekitgan. Juda qilib kelgan. Bu ikki jumhuriyatlar emas, hatto Yaqub Bekning davridagi 7 shahar davlati yoki Qashqariya davlatining mana shu 4 shaharga tushadigan harakatlari va hukumat qurilmasi bo'lgan. Hatto ular ayni vaqtdagi Angliya hukumati bilan nurg'unlagan odamni hayron qoldiradigan shartnomalarni tuzishgan. Agar bu Zozongtangning qo'shinlari 7 shaharni vayron qilmagan bo'lsa, hem ichki qismimizda Yaqub Bekga qarshi turadigan kuchlar, ham birlashmagan ash kuchlar bu o'zining zavoli uchun xizmat qilmagan bo'lsa, Qashqariya davlat vaqtida biz mustaqillab ketdik. Shu chaqdilla hozirgidan yaxshilabdik. Xayriyat, bu tarix katta abaysiz deb o'tgandek, bu qadar ochiq bo'lsa, bu tarixni qabul qilmasak bo'lmaydi. Mush ochiqni, mushu hasratni, mushu nadomatni kuch qilib turib, umidlanib turib oldimizga mangmasak bo'lmaydi. So'zim tegdi bu savol. Rahmat. Bu sizning deganlaringizning hammasi bu kitobda tafsiliy yoziqliq. Ben bunun Uyg'urchasini ben ishlamas, siz cho'qimchiq emgak singdirib vujudga chiqarsiz. Bu Uyg'urchasini saqlab turganlar bek ko'p. Inglizchadan foydalana oladiganlar bundan foydalansa, buning ichida bak tafsiliy yozilgan. Hamda sizning mantiqingiz bo'yicha, sizning deganlaringiz bo'yicha bo'lganda biz Asiminning egisi bu mutlaq besilingan zaman işgaliyet ostidagi davlat. Ammo agar Sharqiy Turkiston besilingan davlat bo'lsa, ya'ni ishg'oliyat ostidagi zamin bo'lsa, Xitoy hukumatidan insof tilab, kishilik huquqimizni ulardan o'tinish mantiqiga uyg'unmi? Acaba sarxillarimiz, nochilarimiz bu mantiqni tushunmasmi? Asli kishilik huquqda gunoh yo'q. Asli qila olsak, asli kishilik huquqning asosiy tabiiy huquqlar. Qisqa bir tarix berib o'tadi bu yerda. Kishilik huquqning onasi tabiiy huquqlar. Tabiiy huquqlar deganimiz bu Yevropada 17-18 asrlarda büyük bir aqartish harakati olib berildi. O'rta asrdagi qarong'ichilikqa xotimi berib, insonning aqlini nopozda o'rnatish orqali an'anaviy nopozlarga qarshi jang qilgan bir iqlim bo'ldi. Shaxsning huquqlari ta'kidlandi. Buningdek eng büyük filosoflardan John Locke'ni tilga olish mumkin. John Locke'ning demasida insonlarda tabiat yoki Xudo tarafidan ato qilingan tabiiy huquqlar bo'ladi deb qaraydi. Bu huquqlarning birisi liberty deydi. Ya'ni erkinlik. Bu küçük ketmaydi buni. Hamda freedom desam bo'ladi. Freedom bilan liberty azaq farq var. Buni Uyg'urcha chiqarmaymiz. Amal yo'q hamda. Hamda shu erkinlik deb turadi buni. Erkinlikning bo'lishi va mal mulkning bo'lishi insonninki mavjudligidagi eng asosiy huquq. Hech kim buni tatib olmaydi. Bu universal, hech qanday podshohlik, hukumat har qanday narsani tatib olmaydi deydi. Bu natural rights degan gap bu. Bu natural rights ya'ni tabiiy huquqlar Amerikaningki asosiy qonuniga kirdi. Söz qilish huquqi, fikr huquqi, ashulaqa 10 amendments deydi bu. Amerikani mandatçı etgan vaqtida xudosiz bir xil diniy davlat deyishga bo'ldi. Xudosiz deyishimning sababi Amerikaning muqaddas kitobi uninki Injil emas, balki uninki asosiy qonuni. Amerikaninki sekular payg'ambarlari ularninki davlat qurg'uvchi otalari. Faqat xudosi yo'q Amerikaninki. Bu Amerikaninki necha yillardan beri demokratiyasiningki eng asosiy yo'li bu. Bu yo'l shu tabiiy huquqlardan kelgan. Buni Amerikaninki shu qurg'uvchi otalari asos qonunga kirgisi muqaddaslashtirgan. Har qanday bir Amerikaning qalbida asosiy qonun mana shunday muqaddaslashtirilgan. Hatto nimadan o'ta muqaddaslashgan bu? Injildan o'ta muqaddaslashgan. Bu keyin Amerikadagi sekularizm bosh ko'tarib dinsizlik avdigo. Ammo asosan bu asos qonunga bo'lgan ishonish nim bo'lgan. Hamda bu yerda qisqa bir narsani, g'alati bir narsani qistirib o'tib ketay. Mushu Trump saylanishdan ilgari New York vaqt gazetida 4-5 maqola asosida e'lon qilinishga boshlagan. Ya'ni bizningki demokratlarningki uzul kesil
jamiyatni o'zgartirishga to'sqinlik qilayotgan ehtimol bizning asosiy qonunimiz bo'lishi mumkin. Asos qonunni elib olsak yoki uni o'zgartsak, oldimizdagi to'siqlarni supurib tashlashimiz mumkin ekan degan xalqlarni asosda shunaqa psixologiyasini yo'llantiradigan maqolalar e'lon qilinish boshlagan. Qo'rqinchli bu. Shundan cho'ng chiqdi hamda bu gaplar besiqdi. Ammo bu g'araz besiqmaydi, men deb qo'yay. Bu qo'rqinchli. Amerikani vayron qilgan vaqtida birinchi bosqich asos qonunni vayron qilish kerak. Chunki bir millatni vayron qilishdimi, uning ishindigan, u muqaddas bo'lgan eng muhim narsani, masalan, uningki dinini, uning kulturdagi qahramonlarini, uning eng esil narsalarini vayron qilgan vaqtda bu millatning ishinadigan, cho'ng ko'radigan, o'zidan faxrlanadigan yeri qolmagan vaqtda ishning o'rniga tushadi. Uni tepib o'ynashga bo'ladi. Aynan qilayotganimizga bu. Ne qahramonlarimizni qolmadi yoki bizning dinimiz qolmadi, hammani vayron qilib bu xil nimani qilib o'xshash parallellik bor bu yerda. Amerikani vayron qilganlar bilan bizni vayron qilganlarning tufki nimasi biz muqaddas bilgan narsani muqaddassizlashtirish. Kallamizda vayron qilish. Hattoki angrazlari o'zimizdan qo'llarga vayron qilish. Endi gapim qaytib kelay. Kishilik huquq degan bu yangi gap bu. Ya'ni bu huquq degan ikki dunyo urushidan keyin, yerda qatlam bo'lgandan keyin bu urushninki, irqiy qirg'inchilikninki va hokim mutlaqlikninki zarbalarini dunyo ko'rgandan keyin dunyo xarakterlik avval men degan tabiiy haq-huquqlarni insonninki g'ururiga bog'lab turib, insonni aqlga ega bir jonliq sifatida g'ururiga bog'lab turib, uni qonuniy ramkalarga silib ijro qilish zaruriyati bilan o'ttirga chiqqan narsa. Kishilik huquqning asosiy narsasi erkinlik shu. Uningda erkinlik bor. Uningda insonlarningki mol-mulk ega bo'lish huquqi bor, qatorliqlar bor. Erkinlik degan vaqtimizda mustaqillikning o'z ichiga. Birinchi jumlam kelaydi. Agar kishilik huquqni deyadigan bo'lsak, haqiqatan deyadigan bo'lsak, u vaqtda u erkinlik va mustaqillikni o'z ichiga oladi. Ammo bizdan chiqqanlar ta hozircha ko'pinchisi Sharq Turkistonning beshilingan zimin ekanligini demidi. Kishilik huquq deganlarni o'tirib qo'yib, bu degan vaqtidami insonningki tubki huquq bo'lgan siyosiy huquq, Uyg'urlarningki eng qo'ldan ketgan siyosiy huquq, iqtisodiy huquq, kultural huquq va boshqa huquqlar. Bularni desakmi yomon cho'ngishlar bo'ladi. Unda demaylar Xitoylar bizningki nimamizni qilib, ushaq-tushaq gaplarni qilib, ma davlatning ichilangan davlat ekanligi, bu davlatni asliga keltirmagicha shu buliq o'tirib qo'yayotgan kishilik huquq, mayli u tabiiy huquq bo'lsin yoki kishilik huquq keyingi ravoji bo'lsin, ninki hargiz amalga oshmaydiganligini o'tirib qo'ymadi qo'yamadi. Uni emas, hattoki o'zining davlatiningki tarixdan beri kelayotgan ismini atashdanmi o'zini qochirdi. To'g'ri. Shuning uchun bu kishilik huquq saxta kishilik huquq bo'ldi. Chunki sen deyalasan, kishilik huquqninki mayli tabiiy huquq bo'lsin, yadrosi liberty. Liberty degan gap erkinlik, ozodlik degan gap bu. Uyg'urcha kengroq tarjima qilsak. Buni ishga oshirmaguncha boshqa gapning hammasi quruq gap bo'ldi. Buni qanday oshiramiz? Mustamlika oshirg'ul bo'lamdi. Bo'ldimi? Bo'lmadi, ham bo'lmaydi. Ham bo'g'izilmaydi. Shuning uchun kishilik huquq degan vaqtida bu yerda samimiylik kerak o'ldimda. Desang, haqiqisida sening tarafingdan suyuldirilgan chet-elliklarni achchig'ini keltirmay, o'zingninki net asr oqqan qonlaringga va o'zingninki qahramonlaringninki qabrisida tik to'g'ri yutadigan ashunda xoyani gap, ularni xoyillarcha gaplarni qilish bilan vatanninki haq-huquqlari ismi hech narsani demay turib, Uyg'urlar anda qilyotdi, anda bo'zaq qilmanda qildi. Nima shunday qildi? Buni oldin elish va buni hal qilishning asosiy tubki va adoq chorasi nima? Buni demaydi. Buni hech qaysi demaydi. Uni qildi, buni Xitoy bizni unda qildi deblar. O'zini bichar ko'rsatib, nima deymiz, Uyg'urlardagi bir cho'ng bir narsa, self victimhood, ya'ni o'zini qurbonlik qilish. Har vaqt yig'lab turib, to'g'ri, yig'laydigan yerlarimiz yig'lash kerak. Ammo yeshimizni surtib turib, g'azab bilan o'zimizdan haq-huquqni talab qilishni bilishimiz kerakdi. Kishilik huquq dal bizni yig'langa qildi. O'zimiz qilma hujumdan bizni atiblar, Amerikaninki har bir nimasiga nima qilib turib, esimga bizni tushib olamiz. Manda kishilik huquq deyildik deb xalqimizni o'zimizni aldab keldik hozirgacha.
Gepim tügüdü bolunga men ihtimal buni keyingi savollarga chiqib qolib sal kengaytib deyishim mumkin. Cho'nqur. Rahmat. Amaliyotda mushuni talashib ketadigan hozirgi sharoit yar bermaydi. Biz oldi bilan kishilik huquqdan kelmamdiq deydiganlar bor. Ammo kishilik huquqdan kelib, undan keyin mustaqillikni oldiga olish bo'lmaydi. U mumkin emas. Bu kishilik huquqni qilayotganlar Xitoyni oldiga verib, Xitoyga yolverdi. Namoyishni Xitoyni oldida qiladi. Mana bu Xitoyninki elchixonalar oldida, konsulxonalar oldida qiladi. Bu bir nihoyatda ichinishli bir ahvol. Seni izlayotgani, sening davlatingni ilib olgani shu. Sen berib uningdan nima talab qilsan? Bizga yaxshiroq ish qilib bergin, bak unda rayimsiz bo'lib ketmagan, shuni talab qilsa, bu aqlsizlik bu. Hamda bizningki hammadan bu aqlimizni lol qildigan yeri bizning sarxillarimiz, ziyolilarimiz. Davamlı qarsa millatchidek ko'rindi, nihoyat aqlli ko'rindi, butun zehnini millatga berayotgandek ko'rindi. Sorunlarda o'zining millatga bo'lgan muhabbatini ifodalaydi, ammo haqiqiy yakka kelganda mustaqillikda turolmaydi. Bu odamni haddidan ziyoda ichintiradigan bir yeri. Boshqalarning kallasi yetmay qoldi deyli, ammo sarxillarimiz-chi. Mush banada mishada chiqib qoldi bu gap. Bizmi burun mushuni deyishayli deb chiqib qo'ygan. Bizning millatimizning shunchalik ta'liyi kelmagan millatimizga sarxillarimiz to'g'ri yerda turolmaydi. Bu bizni bek ichintirdi. Shunga bugun mush gap chiqib qoldi. Endi buning oldida Xitoylarning yelisi chiqqu, nayranglar chiq. Hukumatimiz Xitoyning vatanni ziyorat qilish strategiyasininki qo'rqinchli g'arzidan ogohlantirildi degan temada bir xabar ishildi. Bunga siz bir bayonot beribsiz. Mushu temaninki halqiliq nuqtasini so'zlab beribsiz. Halqiliq nuqtasi Xitoyninki bir to'ziqiga hammamiz bilib bilmay tushdik. Ya'ni tushdik deganimiz Xitoy u kadar zo'r bir qirg'inchilikni olib borgan, u kadar zo'r bir Uyg'urlarni va boshqa turkiy millatlarni millat va xalq sifatida yo'qotishni ko'zlagan bir diktator, bir inson qalbidan chiqqan bir hokimiyatninki Uyg'urlarning butun zaminini qabristonlikqa aylantirib bo'lgandan keyin "Men qabristonlikni yo'qlab kelinglar" desa, ash qabristonlikni yo'qlab berish uchun top bilan bordi. Bağallarının hammasi çatraqdan o'tkazildi. Xitoyning chatraqidan o'tdi. Xitoy ularni qaytirib kelgandan keyin ularni ig'iz ochilmas qildi. Mana hozir hammani qarab beqinglar. Vatanga berib kelgandan qasi namoyish chiqdi hozir. Qasi siyosatga emas, hatto aqalli ijtimoiy faoliyatlarga keladi. Hatto meni yo'qlayolmaydi, mening yuzimga qaraolmaydi meni. Nimishqa? Chunki oyada mening ismimni chiqarib, ana-manasini ko'zi ko'sib turib, ikkinchi ko'rmaydigan qilgan. Endi mening bilan, shaxsan mendek odam bilan bular o'tirsidiki, bu chegara asosan tugidi. O siyosiy faoliyat turib tursin, eng aqalli bir ijtimoiy faoliyatni bir yerda o'ltirishga bo'lmaydi. Men yolg'iz qolsam shunga rozi. Nimishqa? Chunki ular va'da berib, o'zining vijdoniga xilof holda siyosiy faoliyatlarga emas, siyosiylarning yeniga emas, hatto ishkining oldidan o'tmaysa degan va'daga qo'l qo'yib turib keldi bu yerga. Mushlar arzimda. Bu kadar g'urur setishga o'tirib tursin. Chunki g'ururing bag'andagi arzimaydi. Ishning g'ururi o'tirib tursin. Sen berib kelding ashaga, Xitoyning og'zida asha yaxshilab ketdi, unda olib ketdi, bunda olib ketdi. Xitoyning tashviqotini qilib, o'zingning o'ltirilgan qarindoshlaringning qabrisining ustiga dastlab kelding. Sening qarindoshlaringni o'ltirgan Xitoy bilan uningki yasab bergan qabr dastlab kelgan sening o'tirangda nima farq bor? Menga de buni. Menga deyamsan vijdoningga deb baq. Nima farq qildi oxirisida? Xitoy shuni qilmoqchi edi. Gördüngmi? Biz seni qirimiz, hem seni qirgan yerlarimizni manzilini ko'rsatamiz. Qirg'anga gap qilmaysan, manzilni ko'rsatkim gap qilmaysan emas, balki bizni maqtaysan dedi. Shuni maqtadik. Dünya tarixida, ihtimal men bilgan dünya tarixida inson deganda o'zining xalqini qirg'anligiga
Qural bilan qarashtiranmasanmi, hech bo'lmasa duoying bilan qarashtir. Duoying bilan qarashtiranmasanmi, hech bo'lmasa dushmaningning chatirqidan o'tma deydigan bir gap bor. Xitoy qanday qilsa dushman bo'lib sizlarning nazar. Qanday qilpas bo'lib hamda Xitoy hamda. Faqat sening o'zing o'tmaganlik uchun dushman bo'lmamdi Xitoy. Shuni qaldi, anga shuni qaldi hamda chet elliklar mush vatanga berib kelib qiyganlar ichida. Biz buning uchun bayonot berdik. Garchi u bayonot siyosiy nuqtadan haddidan ziyoda chiroyli gaplar bilan bezalgan bo'lsa, ishning mohiyati bu. Biz mag'lub bo'ldik. Biz sharmanda qilindik. Biz g'ururimizni yo'qotdik. Iflosligimizni ifoda qildik. Men buni jiq to'xtalib ketgan o'sha to'xtalay so'z sevim jiq jihatda. Endi bu yana qanday Xitoyningki nayranglari bor, men uni bilmayman. Bizni arimizni bo'lib bo'ldi. Chet eldagi siyosiy faoliyatlarimizni asosan palachalarga tushirib bo'ldi. Asosan palachalarga tushirib bo'ldi. Qanday bo'ldi degan vaqtida hattoki shunday yerga keldiki, bizning kelajak odamlarimiz siyosiy ishlarningki, siyosiy harakatlarning, hukumatimizningki va mushada oxirgi saqlagan bir necha odamlarimizning vayron bo'lishini xuddi intayin cho'ng bir dramaning qo'yilishi kutgandek taqozolik bilan kutib o'tadi. Agar bu ishlarning hammasi vayron bo'lsa, oxirgi qanday bo'ldi degan vaqtda, mana demadikmi? Bu ishning oxiri chiqagan dedi. Mush bir turkum sarangli bakatni makam mushada o'zi ahmoq qilib, biz ahmoq qilib o'yindi mana. Bu shu obda yazsak bo'ldi bas Xitoy bilan degan yerga baranmayotdi bular. Shu qadamni ololmayotdi. Bizning xon vayron bo'lishimizni Xitoy bilan birlikda ko'rib chavak chag'a vaqtida anandan keyin yo'l tugaydi, yo'l ichiridan keyin baramsa, kelamsa, qalamsa, nima qilamsa farqi yo'q endi. Bu o'zininki g'ururini, vijdonni o'ldirish emas, o'zi tirik to'g'izib o'ldirishninki eng qabihlashgan bir shakli. Men buningdan ortiq Uyg'ur tilida so'z topolmayman buningga. Yoki hech qanday bir tilda buning bir loyiq bir atalg'i topolmayman. Buni biz qildirildik. Dünya tarixida hech qanday bir millat qilib batmagan ishni biz qildik. So'zim tugadi. Rahmat, so'zlab berdingiz. Buni desak, masalan, bugun Kanadada bizning Sharq Turkiston sirg'in hukumatiningki insonlari nurg'un odam chiqib 5-fevral g'ulji qirg'inchiligiga xotirasi bilan namoyish qildi. Uning oldida biz Amerikada qildik. Yana shu namoyish chiqadigan yana shular biz davomli chiqyapmiz. Shular chiqyapti. İnsanlarda hech bir o'zgarish bo'lmadi. Uning xetildiganlarni ko'rmadi. Ammo vaziyat nihoyat shiddatli o'zgaryapti. Xitoylar o'zining qilganlarini bizga unutildirib bo'ldi, dunyoga unutildirib bo'ldi. Endi oxirgi bosqichda qilganlarga bizni rahmat aytqizadigan, onunga bosh egadigan, onundan keyin chet elda madaniyat, Uyg'ur madaniyatini namoyon qildik degan bo'lib, lag'ma aytib, lag'man sotadigan, usul o'ynaydigan bir ish bilan o'zimizni qo'l qildik. Ya qanday qilamiz o'ylab beramiz deb bir gapni qildi insonlarimiz. Va shuning bilan ketamiz. Ammo inson bo'lmoqninki bir oddiy bir eng oddiy men insonmi deganga tushmaymiz biz hozir. Biz u millatchi buni qo'yib turaylik. Bu qanday yashatsa, sen nimaga yashatsa, biz ko'rganlikni bundaq ko'rib ketgan, bundaq vijdonni ishlab ketgan insonlar bilan ish qilmoq tez. Ammo bu programda bunday hayajonlanishning faqat o'rni yo'q. Lekin biz niyatimizni gelmaymiz. Men Prinal efendim, biz yana bu ishni davomlashtiramiz toki siz aldaqatim bir programma degandek oxirgi bir odam qolgacha. Chunki bu bir insonning inson bo'lish burchi. Cho'ng gapni qo'yib turaylik, bir inson hayvon emasligininki birdan bir o'lchami. Bizning qilayotganimiz faqat shular. Uningda cho'ngishni qilmadik. Endi bizningki biz endi shunday bir ojiz xalq bo'lgandan keyin xalqaro vaziyatga bek diqqat qilamiz ekan. İşlarning o'ngshilib, bizning dushmanimiz bo'lgan Xitoyningki o'zininki jazosini tortishni kutamiz ekan hamda. Shundaqkin xalqaro vaziyat hozir bo'layotgan eng chong o'zgarish bo'layotgan Amerika. Trump huquq o'ltirgandan beri Amerika siyosatida chong o'zgarishlar yuz berdi. Hamda bizlar emas qadamlar Trump Xitoy bilan aytishni qanday qildi deganni kutib turgan. Eng oldi bilan Amerika dollariga xiris qilayotgan BRICS degan bu organization bular g'alaba qila olamdi. Undan keyin yaqinda Amerikada Elon Muskning boshchiligida bo'layotgan USAID degan
organga bo'lgan bir islohot. Bular nimadan derak berdi? Jiq savolni bir so'rab etdim. O'zimizning gapi keladi. Albatta, cho'ng jihat ilib etgan vaqtida bizningki mustaqilligimiz xuddi dunyodagi cho'ng kuchlarning jumladan sobiq Sovet ittifoqininki sotqinlik bilan qo'ldan ketgan bo'lsa, uning qo'lga kelishi bu dunyodagi cho'ng kuchlarninki sotqinligi va buningga qarshi bo'lgan harakatlaridan ayninki dinamikalik munosabatdan aylanmaydi. Dunyo qutblashyotidi degan vaqtimizda hozir BRICS bilan Amerika dollari, Amerika hukumati yetakchilikdagi g'arb o'rtasida bir to'qinish bo'ladi. BRICS ya'ni xish davlatlar degan vaqtda 5 davlatni o'zgaradi. Bu xish davlatlarninki yaqinqi yuzlanishlardan intayin jiddiy bir dollarsizlashtirish bir yuzlanishni ko'ramiz. Bu shu Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urush portlagan vaqtida Amerikaninki Rossiyaga yurgizgan embargolarning ichida birsi xalqaro nimalar SWIFT kodi orqali xalqaro bilim berim ishini qilolmaydigan qilib qo'yganda, shuning bilan shu Rossiya shu chaqda Amerikaninki embargosidan qutulishningki birdan-bir yo'li Amerika dollari va Amerika va dunyoni kontrol qilayotgan xalqaro pul muomala sohasidan mustaqil bir yoki unga parallel shakldagi bir pul muomala sistemasi qurib chiqish kerak ekan deb shuning bilan bu BRICSninki nishonni texnidan kuchaytirdi. Bu jihat nisbatan vaqtda BRICSninki hamda bu BRICS davlatlarining ichida dunyoninki aholisini zo'r qismini mush egallaydi. Xitoyning va Hindistonning aholisini deb desak. İkincisi bularning energiya nimasi bek zo'r. Rossiyaninki neft va tabiiy gaz, Braziliyaninki shundoq. Bularninki xalqarodagi cho'ng energiya bozor sohasidagi salmoqi intayin zo'r bularninki. Üçüncüsü bularning harbiy kuchi intayin zo'r. Hozir Amerikani titratishga boshladi hozir Rossiya bilan Xitoyniki bo'lib, Xitoyning ba'zi nimalari, harbiy texnikalarida. Bu Amerika uchun cho'ng bir tahdidlarning birisi. Hamda u parallel pul muomala sistemasini qurgan vaqtida buningga bir armiya bo'lmasin, harbiy kuch bo'lmasin bo'lmaydi. Amerikaninki buningga nisbatan ciddi bir qo'zg'algan vaqti kelib qoldi. Shuning uchunmi bu BRICS davlatlarininki kuchi intayin zo'r. Agar bu davlatlar Amerika dollarini ishlatmay, uni allburun boshladi bular. Amerika dollarini ishlatmay, o'zining pulini ishlatsa va ularninki yana bir nima deydigan bir bankasi bor. Xalqaro taraqqiyot bankasi deydigan bir bankasi bor. Bular xalqaro pul muomala markaziy va dunyo bankasi qatorliqlardan mustasno va uning parallel shaklda shundoq bir bank sistemasini quryotdi. Ammo bu xili tez tushdi. Bunda tez tushishning sababi bir necha xirislar bor bu xish davlatlar uchun. Birisi Rossiya bilan Xitoy o'rtasida cho'nqir bir ishonmaslik mavjud. Bu bir nimasi. Chegara davlatlar sifati bilan Rossiya Xitoyninki kelgusida Rossiyaning o'ziga oladigan bir qudrat egallab ketishdan qattiq qo'rqaydi. İkincisi şu degan vaqtida bu yerda asosli huquq xuddilikda ikki qo'shqani besh qozonda pishmabdi deb bu yerda Rossiya bilan Xitoyninki kelgusidagi qaror qilish bu ishlar jihatda xili zo'r huquq talashish va ta'sir va oxir qaror bilish tarshish jihatida ish bak bu o'ng'ayga tushib ketmaydi. Uchinchisi Rossiya hech zamon Xitoyninki butun dunyoni kontrol qiladigan birdan-bir super kuchga aylanib ketishdan ansiraydi. Hindiston bilan Xitoy o'rtasida cho'nqir ishonmasliklar mavjud. Braziliya hozir garchi solchilarning qo'lida bo'lsa-mu, ammo Braziliya kelgusida o'ngchillarning kuchini eshityapti. Bularmi Trump chiqqandan keyin dunyoda bir o'ngchillik iqlimini qaytadan qo'zg'atdi. Qatorliqlarda. Shu nuqtada elib etgan vaqtida hamda BRICSninki nima qilishi ta'sir kuchli. Ammo agar BRICS davlatlari kontrollikka ilinmaydi ekan, xuddi Marco Rubio degandek, agar BRICSda taraqqiy qilib ketsa, biz hech kimni iqtisodiy jihatdan embargo yurgizib jazolamaymiz dedi. Bu sal kulkilik gap, ammo rost uning gapi. Kulkilik bo'lishining sababi nima desa, Amerikaninki dunyoni ilgari bo'ysundirib kelgandagi eng cho'ng ko'zurning birisi ularga iqtisodiy embargo yurgizib, ashu davlatda qamal qilib turib, masalan Venezuelani deyli, Kubani deyli, Shimoliy Koreya deyli, shunday qilib kontrol qilib kelgan. Endi bu BRICS davlatlari buni buzmoqchi bo'lyapti. Uning ustiga diqqat tortarlik yerlari BRICSga a'zo bo'layotgan, a'zo bo'lishni kunsir talab qilayotgan davlatlarning ko'pinchisi Afrikadagi, O'rta Sharqdagi va
Latin Amerikasındaki nurgun devletler var. Bu yerdeki en xatarlik ve 200. rolunu elevatkanlar O'rta Şark'taki Müslüman devletlerini öz işe geldi. Bular Amerika'da mı yüzünü örmey ular bilen yaqin ötüp oturdu. Hem Xitoy bilen yaqin ötüp turup, her şey taraftan paydaşını gözleyip en xatarlikleri bular. En korkunçlıkla Saudi Arabistan bunun içindeki. En korkunç 200'lüksü ve rezil hakimiyet Saudi Arabistan bunun içindeki. Türkiye var bunun içinde. Hem de gepim kayıtıp gelsem, dünyada hakimiyet tüzümünü sürüştürmeydiğen bu şekilde bular diktatör devletler, hakim mutlak devletler BRICS kiriş arkalık Garip'nin embargosu, cezalışı ve türlü şekillerdeki yardımını vermezlik katarlık ahvallarının aldığını iliş ve onun alkış için BRICS'e a'za buluşqa küçüyüyordu. Eğer şunda boğa vaqtida Amerika dollarınınki xalqaro bozordagi ishlatilishi tuvallab ketadi u chaqda. Chunki nurg'un davlatlar Amerika dollarini o'zininki davlatininki zapas puli sifatida xalqaro savdoga ishlatadi emasmi? Amerika dollari ishlatilmaydi degan vaqtda Amerika dollarininki hozirgidek dunyo bozorida aylanib menayotgan necha trillionlik nimasi tuvallaydi bu. Tuvallagan vaqtda Amerika dollarining kursi tushadi. Amerika dollarininki asta-asta pahallash kelib chiqadi bu yerda. Yani nurgun devlet Amerika dolarını özünki devletininki zaps qilmaydi da uçaqda. Xalqaro savdo ishlatmaydi da buni. Shunda bo'lgan vaqtida Amerikaninki u boshqalarni jazolashimi tuvallaydi. Boshqalar o'zining pulini kurishidi. Xili zo'r darajada g'arb jumladan Amerika zo'r bir nimaga davolashga duch keldi. Endi gapim qaytib kelsam, savolingiz qaytib kelsam, Trump bu vaqtda texi aniq bir ifodani bildirmadi. Bildirmasligining sababi nima desa, BRICSga chiqilib qolsa Xitoy ve Rusya ikkisiga chiqiladi. Endi bu yerda Xitoyga chiqilish nuqtasidan elib o'tgan vaqtida buningdagi ehtimol Amerika bo'lib turib qarshi turishi mumkin BRICS. Masalan, Xitoyga ayrim, Rossiyaga ayrim va boshqalar. Qaga uchbek muhim emas. Eng muhimi Rossiya bilan Xitoy o'tirib. Hindistonmi muhim, lekin Hindiston hozircha Hindistonmi 200-chirak rol o'ynayotdi. Amerikadan mehrini uzanmaydi. Rossiya va dimi mehrini uzanmaydi. Gerçi Xitoy bilan niyati bo'lsin, ziddiyati bo'lsin. Endi Xitoy bilan bo'lgan ahvolda bu qitim yaqinda ko'rdik. Yaponiyaning tashqi ishlar vaziri, ya'ni bosh ministri keldi Amerikaga. Amerikaga kelib 1 trillion dollarlik mablag' soldiganligi, bu mablag'ninki ko'p qismininki Amerikaniki mashinsozlikqa silindiganligi qatorliq va'dalarni. Nima qilyapti Yaponiya desa, Amerikaniki yordamini mablag' solish orqali qo'lga keltirmoqchi bo'lyapti. Şunun bilan bular Tayvan meselesi to'g'risida azroq jiroqdan bir uchurlarni berib o'tib ketdi. Yaponiyaning nima degan vaqtda Amerika bilan qaytadan yangi munosabat qurish orqali AQUAS deydigan, Avstraliya, Yaponiya, Amerika, Tuyuqsiz to'xtab qoldi. To'rtinchi taq chiqdi o'g'ay. Menimcha nelar pandemninki to'rtinchi taq chiqdi o'g'ay, to'xtab qoldi. Gapning oxirini davomlashtiraylik. Xuddi menimcha nelar pandem degandek, BRICSninki taraqqiyoti agar yurishib qolsa, Amerika dollariga cho'ng xirisib keldi. Ammo bu qitim Trump huquq o'ltagandan keyin bularga bir ogohlantirish berdi. Agar kim dollar ishlatmayman deydi ekan, uni 100% boj qo'yman deb oldi bilan Rossiya chiqib, yo'q, biz unda deymi dollar ishlatamiz deb ifoda bildirdi. Demak, bu yaxshi qarab ketyapti. Asli biz Amerikaniki sirtqi yordam beradigan USAID to'g'risida qilishmoqchi edik. Menimcha pandemninki to'rtinchi taq chiqib qolgani uchun yaqinda Elon Musk'ninki riyosatchiligida Amerikaniki USAID degan organninki puli tekshirilib, buning ichidagi nurg'un chiriklik bayqaldi. Bu taxi dastlabki tekshirilgan dastlabki organ. Bu orqali bular birisi chiriklikni bayqash, yana birisi pulni tejash. Undan keyin ortiq odamlarni qisqartish degandek bir ishlarni o'tirg'a chiqdi. Hozir ham bu yerda cheklanmay boshqa yerlarda. Hatto Pentagonda. Undan keyin
başqa organlarda bu tekşirişni davamlaştırıyordu. Mesela healthcare deyimiz, meditsina tarafdan, başqalarının salametligiga hajlagan pullarni hamma tashkil etadi. Bunda nurg'un chiriklikni bayqadi. Yaqinqi hukumatninki biz dahi hukumatda bunday cho'ng o'zgarishlarni ko'rib boqmaganmiz. Amerika kelib saylamdan keyin hukumatda bunday cho'ng o'zgarish bo'lganini ko'rib boqqan. Amerikada hozir cho'ng o'zgarish bo'layotdi. Hukumat islohoti bo'lamdi, siyosiy o'zgarish bo'lamdi. Endi biz ko'rdik tunigan Yaponniki bosh ministri bilan ko'rishdi. Bular Xitoyga xili qattiq bir bayonot berdi, ikki birlashib. Xitoy bilan qarshilashadigan tarafdan xili umid cho'ngdek ko'ryapmiz hozirgi vaziyatda. Shunda mengishini Xitoyninki virusni hozir men tunala efendim kirdigandek turdi. Xitoyning virusning hisobini elishini kutib turyapmiz hamda agar Alloh insofini bersa bunun bir sorgu bo'lib qolsa deb turyapmiz. Men tunala efendim men kirdim debdi, ammo nimada ekranda chiqmadi. Qani yana bir 2 minut saqlab boqili. Trump chiqqandan keyin Amerikaningki vaziyat to'g'risida ozroq paranglasak, Trump chiqqandan keyin haqiqatan har qanday bir ishda cho'ng o'zgarish bo'layotdi. Masalan, eng oddiysi bu Amerikada bir Kennedy Center deb bir opera qo'ydigan bir organ bor edi. Ayni chog'dagi prezident Kennedy qurgan va cho'ng operalarni qo'ydigan bir xil o'yin qo'yish markazi. Buni tuyuqsiz Trump chiqib buyruq beriblar. Bunun içerik adamlarını qisqartib, o'zi boshliq bo'ldi. O'zi boshliq seçildi. Bu nima qadisa bizningki Amerikani gullantirish siyosatimizga mos kelmagan odamlarni ishlatmaymiz deb. Buningki bir qiziq yeri, Mushning oldida bular Xitoyni taklif qilib, Xitoyningki markaziy faoliyat umiga kelib, mishar o'yin qo'ygan. Buna oid bir kulkilik gap bo'lganda, Amerika bilan Xitoy qarshilashayotgan bu mezgilda Xitoyning adamlari kelib, bu DC'da o'yin qo'ydi degan gap buni aytdi. Bu kulkilik ishning birisi. Undan keyin bu agar Xitoy qarshi turman degan bo'lsa, nima deb bu ishni qildi deb tursam, degandek, mana tunigan chiqqan xabarda bu Kennedy Center'niki odamlarni almashtirib, bu yerda bundan keyin Amerikaning manfaatiga mos kelmaydigan o'yinlar qo'yilmaydi degan bir gap chiqadi. Endi hammasini yig'ishtirib aytsak, vaziyat yaxshi. Xitoy bilan qarshilashadigan yo'lga menish yo'llanishini ketayotganda qildi Amerika. Bundaq fursatda biz o'zimizning irodasini ifodalab turishimiz, bizningki mustaqillikdan yanmaydiganligimizni, bizning mustaqilligimizning bizga emas, butun dunyoga ta'siri borligini, agar bizdan o'tib ketsa Xitoyning butun dunyoni yeb ketadiganligini bildirib turishimiz shart bo'ladi. Bizning hukumatimizga tushgan ve bizden xalqimizga tushgan vazifa mush bo'ladi millatda. Biz mush irodamizdan yanmasaqla boshqalar ko'radi. Agar men tunala efendim kirolmaydi ekan, men kirolmadim deydi. Unda bo'lsa bugungi programmamiz shunda oxirlashsin. Kelar qatimliq programmamizga bizningki Saragul xonim. Men tunala efendim kiroldi. Ay. Gapning oxirini. Ben nerede geldim ben daha önce. Trump'ninki maven USA'dikiley. Okay. USAID Amerika'nınki tarihideki en çok seçiliklerinki birisi. USAID dediğimiz Amerika'nınki US Agency for International Development diyen nimesi ki yani halkara yardım veriş organı Amerika'nınki en çok yıllık hamçote 44 milyar. Endi hozir bu aslida buni ozroq aq ko'rishsam Trump Elon Musk orqali unumlik organini qurgan, degan organ deb tarjima qildi. DOGE'ni qurgan. Shuni USAID'dan boshladi. USAID'dan boshlab
Bunu ahir sen ene degim geldi. Ene degimiz şu fon deydi. Kurultayga Belediyeninki hamçote Halkılık verdi. halkılık Bu torumuzun çıtaq çıktımı bu halkılık kelgende bu gap üzülüp ketdi. Bu tekşiriş Memtun Ali efendim degendek eneliyim kelyapatdy. Keldi. Şuna qılıp hökümetning pulunu qalayımqan hajlagan, çiriklik işletken, Amerikaga paydası yo'q ish ishlatgan har qanday tekshirilyapti. Nayt tez suratda o'tirg'i tashlanyapti. Hamda bu tekshirishlarning oqida xalq turyapti. Nurg'un qarshiliklarga uchrayotgan bo'lsa, ammo Amerika xalqi buni zot tep chiqamiz, buning surishtisini qilamiz deb bu cho'ng bir ishga aylanyapti. Hatto Pentagon bu Amerikaningki, harbiylarningki baş markazi buni tekshirgan bo'ldi. Demek ki bu bir çoğun alemşumul işler olatıdı. Bosa Amerika'da muş işler muş boyunca yarışıp mansa, dünya doğru yolunu çıkarıp mansa, hem işler yaxşı gider dep oylaymiz. Hem de Memtun Ali efendimning ki doğru sebeplik biz bu programımızı müşahede daxillaştırmamız. Kelar hafta bizningki mavin Cumhur Reisimiz Sayragül Hanım'ın kitabı to'g'riliq suhbatga kirishimiz. Hammalarninki vaqtida qatnashib berishlarini umid qilamiz. Hammalarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Bugungi programmamiz daxillashdi.